Otning tepa qizil chiqdimi? Ha. Ha, ol. Ko'rdim, ko'ryaptimi? Ha. Ko'ryaptimi? Ha. Ko'ryaptimi qara? Ko'ryaptimi? Ha. Xo'p. Qibray tumanida Yangihoyat mahallasida joylashgan Terakzor ko'chasi. 86-84-uylarda oldi ro'parasida mana. Suv oqadi qara, yaqinroq mana. Ha, yaxshi. Ha, yur. Sekin ko'ryaptimi? Ko'ryaptimi? Ha. Mana bu yoqqa mana ot tepa bor. Ha, ot. Mana qara, ko'rdi mana. Ko'ryaptimi? Ha. Mana ko'ryapman, ko'rdingmi? Ha. Mana qara, bunda oqyapti. Hı. Sur. Ko'ryaptimi? Ha. Mana nariga ko'rdingmi mana? Mana shu yerda. Sekin shu tur. Mana mana ko'rdingmi? Sekin yurib kel. Mana. Oqib ko'rdingmi oqyapti. Mana shu qo'lyapti. Ko'rdingmi? Suvda to'lyapti. Xo'p, ikkala partiyada a'zosiman. Xo'p, ikki deputatga qo'ng'iroq qildim. Mashina murojaat qilyapmiz. Men tezda tozalab chiroq qilsalar, remont qilsalar degan anaqa umitdamiz. E'tiboringizni rahmat. Mutasaddi rahbarlar qaraydi, chiroyli bo'ladi. Xo'p, Jahongir.